qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishlarini qizg'in qarshi olamiz. Bosh ministrimiz Salih Xudoyor apandi Tayvan Plus xabar kanalining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligini e'lon qilish tarixi, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati, Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish irodasi va xalqaro jamiyatdan kutganlarini anglatdi. Afətə uçurğan rayonga yordam berish uchun kelgan Xitoylar bayroq chiqarish va rasmga tushish bilan mashg'ul bo'lgan. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Bosh ministrimiz Salih Xudoyor apandi 23 fevral kuni Tayvan Plus xabar kanalining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistonning qisqacha tarixi va navbatdagi vaziyati, shundaqla Sharq Turkiston xalqining nishoni, xalqaro jamiyatdan kutganlarini anglatib mundaq dedi. O'rta Osiyodagi O'zbekiston, Qozog'iston qatorliq qarindosh turk jumhuriyatlarini o'z ichiga olgan islom davlatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bizga qarshi bilat tashladi. Chunki Xitoy bu davlatlarda bir balvoq bir yo'l qurilishini yo'lga qo'yib, trillion dollar mablag' sarf qilib, bu davlatlarning irqiy qirg'inchilikqa qarata sukutini setib olgan. Shuning bilan bir vaqtda bu davlatlar davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikqa sukut qilib, Xitoyning qarziga erishish orqali o'zlarining taraqqiy qiladiganligini o'ylab qolgan. Ammo natijada Xitoydan qarz olish orqali ular egilik huquqini sotdi. Xitoy davlatining homiyligida qoldi dedi. Riyosatchi Beijing Sharq Turkistonning tarixdan beri Xitoy davlatiga tava ekanligini aytgan. Buningga qanday qaraysiz deb so'raganda bosh ministerimiz hargizmi undaq emas. Sharq Turkiston o'xshash bo'lmagan tarixiy davrlarda, ya'ni Hindo-Yevropa va Tujariya shahar davlatlariga tutishadigan 6000 yildan va 3000 yildan ortiq tarixga ega mustaqil Sharq Turkiston davlati sifatida mavjud bo'lgan. 1876-yili Manju xonadonligi Sharq Turkistonni bo'ysundirib, 1884-yili o'ziga qo'shib olib, yangi chegara ma'nosida keladigan Xinjiang degan nomni bergan. Xitoyning tarixdagi Han sulolasi, Tang sulolasi, Ming sulolasi qatorliq barliq sulolalarning xotirasiga qaraydigan bo'lsak, Sharq Turkistonni o'zining bir qismi deb xotirlamagan dedi. Riyosatchi Sharq Turkistonning 1900-yillardagi mustaqillik harakati haqida to'xtalgan bo'lsangiz deganida, Manju xonadonligi 1912-yili mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston Sovet ittifoqining qo'llashi orqasidagi Xitoy urushxo'rlarining kontrolligi ostida bo'lg'achqa, Sharq Turkiston xalqi mustaqilligini e'lon qilolmadi. 1930-yilga kelganda Sharq Turkiston xalqi kurash qilib, 1933-yili Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurib chiqdi. Ammo Sovetning aralashib Xitoy urushxo'rlarini qo'llashi natijasida 1934-yili aprelda Sharq Turkiston mustaqilligini yo'qotdi. Sharq Turkiston xalqi qayta kurash qilib 10 yil o'tgandan keyin, ya'ni 1944-yili mustaqilligini yana bir qatam jakarlagan bo'lsa-mu, 1949-yili 12-oyning 22-kuni Xitoy Kompartiyasi mustaqil Sharq Turkistonni yana bir qatam ag'dirib tashlab o'ziga qo'shib oldi va 1955-yili ishg'ol ma'nosida keladigan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degan nomni berdi deb javob berdi. Riyosatchi o'z-o'ziga xo'ja bo'lish Xitoy Kompartiyasi qurilmasi ostida kapolatga ega bo'lamdi deb so'raganda bosh ministerimiz mayli Xitoy Xalq Cumhuriyati bo'lsin va ya boshqasi bo'lsin, Xitoy tajovuzchilari xalqi Xitoy bo'lmagan Sharq Turkiston, Tibet, Mongoliya qatorliq ishg'ol qilib olgan zamonlarda avtonomiya, ya'ni o'z-o'ziga xo'ja bo'lishni yo'lga qo'yganligini, xalqning kultur va diniy e'tiqod qatorliq turli sohadagi erkinligini kapolatlantirganligini aytadi. Avtonomiya huquqi qog'oz ustida mavjud bo'lib, amaliyotda ijro qilinmaydi dedi. Riyosatchi Sharq Turkiston ishg'ol qilingan bir davlat. Siz xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligini e'tirof qilishini talab qilasiz. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qilasiz. Qanchalik Uyg'ur Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llaydi deb so'raganda bosh ministerimiz mutlaq ko'p qism Uyg'ur, ya'ni 90% dan ortiq Uyg'ur Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llaydi. Buningga bizning 2019-yil sentabrda Aqsaroyga yo'llagan 21-asrdagi Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligini e'tirof qilish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni maqsad qilgan iltimosga imzo qo'yganlar sonining 109 mingdan oshganligi va yana bir atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquq dafsanchiligini to'xtatishni maqsad qilgan Aqsaroyga sunilgan iltimosga imzo qo'yganlar sonining 12 mingdan oshganligi isbot bo'la oladi. Mutlaq ko'p qism xalqimizning mustaqilligimizni asliga keltirishni talab qilishining sababi Xitoyning Sharq Turkistonda qalaymaqon tutqun qilib irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizganligi. Oshkorlangan Xinjiang soqchi hujjatlarida xotirlangan
Minister Xiaokeji va Chingchuanguoning mutlaq 4 qism Uyg'ur nupusining mustaqillikni asliga keltirish ideyasining ta'siriga uchraganligi, shunga ularning ideyasini o'zgartirish kerakligi to'g'risida so'zlagan nutqi Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonning egisi bo'lgan turk xalqini yo'qotish, irqiy qirg'inchilik yurgizish sababidan iborat bo'lib, maqsadi Sharq Turkistonning mustaqilligining asliga kelishining oldini olish edi. Afsus, hozirgacha xalqaro jamiyat Xitoyning siyosiy va iqtisodiy besimi sababidan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatimizni qo'llamadi. Nurg'ulg'an davlatlar Xitoy bilan siyosiy va iqtisodiy munosabat o'rnatgan. Xitoy iqtisodiy peshondan foydalanib, davlatlarning sukutini qo'lga keltirgan. Amerikaga o'xshash ba'zi davlatlar, Yevropadagi nurg'ulg'an parlamentlar Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni rasmiy turda e'tirof qilgan bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun ahamiyatli harakat qo'llanmadi. Har yili dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlar irqiy qirg'inchilikni xotirlash kunida qayta takrorlanmasin degan va'dasini yangilaydi. Sharq Turkistonda yurgizilayotgan cho'ng qirg'inchilikqa o'xshash irqiy qirg'inchilikqa sukut qiladi. Biz xalqarodagi hukumatlarni Xitoyning yolg'iz Sharq Turkiston, Tibet xalqining kishilik huquqiga tahdid qilib qolmay, balki xalqaroning muqimligi, egilik huquqiga tahdid qilganligini e'tirof qilishni talab qilamiz. Sharq Turkiston Xitoyning g'arbda O'rta Osiyo, janubda Hindiston, sharqda Tayvan, Hind-Tinch okeanga kengayishida muhim rol o'ynaydi. Sharq Turkiston yo'qolsa, Xitoy Tayvanni, O'rta va Janubiy Osiyoni ishg'ol qilib oladi. Xitoyni to'xtatmaganda bu davlatlar yana 10 yilda Sharq Turkistonning ahvoliga tushib qoladi dedi. Turkiya Afat va jiddiy ahvolga taqobil turish ministerligining Turkiyada yuz bergan yer tevrash haqidagi ma'lumotlarga asoslanganda 2-oyning 6-kuni atdigan soat 4:17 o'tganda Turkiyaning Qahramonmarash o'lkasi Bozorjik rayonida 7,7 ball yer tevrigan. Qahramonmarashni markaz qilgan bu yer tevrashning doirasi kengayib, Malatya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Urfa, Osmaniye va Xitoy qatorliq 10 necha o'lkada orqa-orqadan yer tevrash maydonga kelgan. Yer tevrash haqidagi xabar xalqaro axborot kanallarida tarqalgandan keyin ko'plagan davlatlar darhol Turkiyaga qutqizish xodimlari, doktorlar va moddiy ashyolarni avatgan. Turkiya Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu 18 fevral kuni CNN Türk kanalining ziyoratini qabul qilganda 102 davlatning Turkiyaga yordam qilishni xohlaydiganligini bildirganligini, bugunga qadar 88 davlatning qutqizish, davolash qatorliq xizmatlarda yordamda bo'lganligini bildirgan. Turkiyaning axborot kanallarida berilgan uchurlarga qaraganda, Xitoydanmi 82 kishilik qutqizish atriti kelgan bo'lib, boshqa davlatlarga farqli holda Afat rayonida bayroq chiqarish murosimi o'tkazib rasmga tushgan. Hatto Xitoy bayrog'i Turkiyaning bayrog'idanmi egizroq qadalgan. Bu xabarlarning rasmlarning ostiga Xitoy Turkiyani ishg'ol qilib oldimi qandoq? Bayroq esish odam qutqizishdan muhimmi degandek inkoslar tushgan. Afat rayonidan naq maydon xabar tarqatayotgan muxbirlarning aytishicha, Amerika qatorliq g'arbdagi davlatlar, shundaqla O'rta Osiyodagi turk jumhuriyatlari yordam xizmatlarida cho'ng kuch chiqargan bo'lsa-mu, tashviqotga ancha kuchab ketmagan. Ammo qutqizish ishlarida ancha kuchab ketmay, bayroq chiqarish, rasmga tushish bilan mashg'ul bo'lgan Xitoylarga xalq intayin qizg'in pozitsiyada bo'lgan. Xitoy davlat kanallarida har kuni Xitoyning Afat rayonida jafoliq qutqizish harakati olib berayotganligi tashviq qilingan. Xitoyning Irlandiyadagi bosh elchisi Zhang Meifang Twitterda 13 fevral kuni Turkiyaning yer tevrash rayonidan 1000 kilometr yiroqlikdagi Çanakkale ko'rigi haqida uchur yo'llagan bo'lib, bu uchur nayt cho'ng g'ulg'uli paydo qilgan. Zhang Meifang Twitterda Xitoyning bu ko'rikni salganligiga munosabatlik sinni bahirlab, ustiga Xitoy Turkiyada salgan ko'rik yer tevrashga bardoshlik berdi deb yozgan. Ammo ko'rikning organ torbitidagi ma'lumotlarga qaraganda, bu ko'rikni yasashga 4 shirkat qatnashgan bo'lib, ikkisi Turkiyaning, ikkisi Koreyaning ekan. Koreya Jong'an kundalik xabarlarining 14 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Zhang Meifang ijtimoiy taratqularda tushgan inkoslardan keyin tweetini o'chirib o'tgan. Xitoyning Turkiyadagi elchixonasining Turkiyadagi yer tevrash va yer tevrashga yordam to'plash haqidagi bayonotining ostiga "Xo'p bo'pti, qalandarlarga 1 sentimi bermaymiz" degandek inkoslarni yozgan. Turkiyaning davlatlik xabar kanallarida har qaysi davlatlardan kelgan yordamlarga rahmat aytilgan xabarlar tarqalgan bo'lib, Xitoyga alayda rahmat aytilgan. Turkiya va dunyoning boshqa joylarida yashayotgan Uyg'urlarning necha 100 ming dollarlik yordamini faqat TRT ovoz kanali 11 fevral kuni xabar qilgan. Boshqa kanallar tilga ilibmi qo'ymagan. Seg'inish. Abduri Mamtili Tevfiq. Ana yurtdan
Ketdim yiroqqa, yurdim yiroqda g'amdiman. Yegudek oshnon qini, issiq sug'oqda dangdiman. Qaldı el yurt, qaldı tarım, qaldı ili zarabşan. Ushbu vatan g'imida ko'nglim mening perişan. Nega barsam kamsitish, vatansiz deb ataldim. Tutqun bo'lib har joyda turmalarga qamaldim. Vijdoni ham iymoni yo'q, bek xo'jam har joyda bor. Qag'i quzg'un xon vatanda yozdimu bo'lmas bahor. Ko'z yashim yomg'ir bo'lib oqar kunda to'xtamay. Bulang talang bo'lgan vatanda men tavfiq qandoq qilay? Ey vatanim, g'amguzorim, mehribonim ona yer. Alemimde tengdoshsiz sharqdiki bir go'har. Her günün o'tdi baxtsiz bu qorong'u zulmatda. Fen bilimni terk etib yotdim uyqu g'aflatda. Istutak ichra qoldi elvatan hali xarob. Tarz emas naqshsoz bizga satar sunay tuttar ravob. Ey vatanim boylığım, ko'ngil shodi yaylığım. Sen uchun fido o'g'ilman, taqdim sana barlig'im. Hürmetli görürmenler, haberlerimizni kögünanlar için köp rahmet. Keler qitimki programımız görüşkice Allah'a emanet bolgaysizlar.